Assalomu alaykum hamma o'rtoqlar. Scalp Trader YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi darsimiz, ya'ni hamma so'ragan SMT bo'ladi. SMT divergensiya bo'ladi. Xudo xolisa, sizlarga qo'ldan kelgancha yaxshi, soddaroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Keyingi savdo qilayotganinglarda shu bilan savdo qilsanglar ham sizlarni o'sha nima deydi, win rate'inglar ancha ko'tariladi. Ana modelinglarga, o'zinglarning entry modelinglarga shuni qo'shib ishlatsanglar ancha foydali bo'ladi. Xo'p, bu yerda asosiylarini qo'yib qo'yganman. Ya'ni qanaqadir boshqa paralar bor, valyutalar bor. Ularda ishlamaganligim uchun o'zim asosiy ishlaydiganlarim, ya'ni ko'rib turibsizlar, Euro USD va GBP USD, HAU USD va HAG USD, Nasdaq, S&P 500 va 130, ya'ni YEM cash. Futures da xuddi shunaqa aytiladi. Hop, ko'rib turganinglarda chizib olganman. Bu sizlarga primerni bo'lish uchun chizilgan. Keyin grafikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz o'sha joylarni. Hop, qaranglar, qanaqa bo'lishi kerak, asosiy joylari, qanaqa zonalarda ishlashi. Har doim sizlar entry olayotganinglarda shu bilan entry qilsanglar, masalan, har kunlik Londonda yoki New Yorkda yoki makro vaqtlarda entry qiladigan bo'lsanglar, sizlarda o'sha foydaliroq bo'ladi. Ya'ni entrylar ishonchliroq chiqadi. Birinchi bo'lib EURUSD nima bo'lishi kerak? Ko'rib turganingizda mana bu xayri, mana shu xayri, mana shu xayri ko'rib turibsizlar. Ya'ni EURUSD da bu, mana shu para bu EURUSD bo'ladigan bo'lsa, mana bu xayri yechmagan. Примерно sizlar tasavvur qilinglar, mana bu nuqtada bizada KLL zonaga kelgan narximiz. Biz nima kutishimiz kerak? Har doimdek mana bu nuqtada MSS bo'lishi kerak. Undan keyin mana bu nuqtaga FOG ga kelib turib, savdoga kirib ketish kerak. Xuddi shunaqa bo'ldi deb tursak, misol uchun, ko'rib turganinglardek, mana bu hayimizni narx yechmadi. Asosiy qaraganda ko'pchilik SMT ni bilmasa, hay yechadi, ana undan keyin sweep qilgandan keyin men savdoga qo'shilaman deydi. Bir xillarda mana xuddi shunaqa EURUSD ni yechmaydi. Mana EURUSD misol uchun yechilmagan, narx obratnasiga ketib qolgan, sell uchun ketib qolgan. Ana endi shu payt sizlar qilishingiz kerak bo'lgan narsa, GBP ga qaraysizlar, xuddi shu primerni, xuddi shu vaqt, xuddi shu turgan zonasi bir xil bo'ladi. Mana bu hay, mana bu hayga to'g'ri keladi. Ya'ni mana shu hayga to'g'ri keladi. Endi ko'rib turibsizlar, mana bu hay yechmagan, bu mana bu hayda yechgan, mana sweep qilib qo'ygan. Demak, mana shu narsa sizlarda SMT, sizlar mana shu SMT ni hisobga olib turib, mana shu nuqtadan kichkina time framelarda MSS olib turib, shunda savdoga kiroslar bo'ladi. Bez MSS ham kirosa bo'ladi. Shuna kiroslar bo'ladi. Bu yerda ham EURUSD da ham bir xil bo'ladi. Entrisi xuddi shunaqa qilib turib, sizlar kiroslar bo'ladi. Stop highga qo'yasizlar, SMT bo'lgan candle highga. Mana ko'rib turibsizlar, SMT bo'lgan candle high shu yerda. Shpilkasi balandroq bo'lsa, shpilkasiga joylab qo'yasizlar. Bu EURUSD bizada, EURUSD, GBP, HAU USD ham xuddi shunaqa. Mana bu high, ya'ni ko'pincha bo'ladigan mana shu high, HAG USD bu high. Ko'rib turibsizlar, mana bu high yechilgan, bu high yechilolmagan. Demak, bu narsa SMT bo'ladi bizada. SMT roliga o'ynab turib, biza savdoga qo'shila olsak bo'ladi. Mana bu nuqtalardan kirib SMT dan har bir SMT tilida misol qilib aytsam, normalniy reaksiya beradi. Misol uchun trendga qarshi SMT bor, o'shalardan ham 50-60 pips ishlab olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi indekslar, ya'ni Nasdaq, S&P 500, hop, ko'rib turibmiz, bu yerda mana bu hay, ya'ni примерно разворот bo'ladigan nuqtasiga kelgan. Ya'ni makro deb olsak, misol uchun, mana shu nuqta, mana bu nuqta sweep bo'lyapti. Bizada mana bu sweep kirib ketadi. Mana bu sweep, mana bu nuqtasi sweep, ya'ni manipulyatsiya bo'lgan nuqta. Endi qaranglar. Mana shu nuqta, mana bu nuqta, mana bu nuqta, hammasi bir xil. Bu yerda yechgan, bu yerda yechgan, bu yerda ham yechib qo'ydi, mana bu yerda yecholmadi. Demak, bu narsa Nasdaq mana bunaqa qilsalar bo'ladi. SMT, buni SMT bundoq turib, ya'ni bu mana
xuddi shunaqa bu yemaga SMT bo'ldi. Mana bu ham yemga SMT bo'ldi. Mana bu ham yemga SMT bo'ldi. Xuddi shunaqa. Endi sal boshqachasi bor. Ko'rib turibsizlar. Bu uchalovida endi qarang, mana shu uchalovini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Qanaqa bo'ladi? Primerni mana shuni oladigan bo'lsak, biz mana shuni olamiz. Buni olamiz. Mana shuni olamiz. Primerni shuni olamiz. Endi qaranglar. Nasdaq yechdi. Bu yerda SM500 bilan bo'lishi mumkin. Asosiy bo'ladigani SM500 bilan birgalikda bo'ladi. Mana SM500 bilan yechdi. Misol uchun mana bu yema ham yecha olmay qolishi mumkin. Shunda bu narsa SMT ga kirib ketaveradi. SMT ga kirdi. Sizlar razorni topib turib, mana shu nuqtadan misol mana bitta breaker yoki mana bitta FUZ boshqa balobatlar qilib turib savdoga kirsanglar bo'ladi. Bu yerda mana Nasdaq SM500 ga SMT bo'ldi. Yokida xuddi shuni teskarisi, misol uchun mana bu SMT bo'lib qolishi mumkin bunaqasiga Nasdaq, ya'ni SM500 bilan. Xuddi shunaqa. Yoki yemi bilan SMT bo'lishi mumkin. Sizlarga kerakli narsa mana shu uchalovi savdolarda uchalovi rol o'ynaydi. Mana shu uchalovi rol o'ynaydi. Tilla bilan nimada H100 deydi, mana shu ikkalovi rol o'ynaydi. Mana shu ikkalovi rol o'ynaydi. Sizlar para valyutada ishlamoqchi bo'lsangiz, euro USD, GBP USD mana shularni o'zi rol o'ynaydi. Xuddi shunaqa bo'ladi SMT ko'rinishi, ya'ni bu chizmada. Endi sizlar bilan grafikda ko'rib chiqsak, grafikda misol uchun men o'zim ishlatgan joylarimni sizlarga ko'rsatib beraman. Bunda ketdi. Bo'ladi o'rtoqlar, mana bu yerda qaranglar. Mana bu chart Nasdaq, mana bu yerda rasm bor. U S&P 500, mana bu yerda S&P 500. Mana ko'rsataman. S&P 500 bu. Mana bu Nasdaq. Endi qaranglar, Nasdaqda nima bo'lyapti? Mana bu hayimiz, mana shu hayimiz, maksimumdagi hayimiz yechilyapti. Yechilgan, mana yechilgan nuqta. Ko'rib turganingizda mana yechilgan nuqta. Ikkinchisi mana bu nuqta yechilgan nuqta. Mana bu yerda yechilgan. Mana bu haylar. Misol uchun mana shu hay, mana bu hay. Xuddi shunaqa yechilyapti. Narx yechdi, bu yerda sweep qildi. Endi mana S&P 500 ga yaxshilab qarasanglar, sal yana kattalashtiradi. Mana S&P 500 ga yaxshilab qarasanglar nima bo'lyapti? S&P 500 da mana bu hay, mana shu hay, mana bu hay. Bu hay. Xuddi shu haylar narxi yecholmay, mana yecholmay, sweep qilolmay, narx obratnaga tushib ketyapti. Ya'ni obratni sel tushib ketyapti. Bu yerda ham sel tushib ketyapti. Shu sababli biz S&P dan kichkina qilib turib, misol uchun bu H1 bo'ladigan bo'lsa, kichkina time frame ga o'tib turib, entry olib turib, S&P dan savdoga kirsak bo'ladi. Ya'ni qaysi o'zini mana bu yerdagi sell side nuqtalari bor. Mana sell side nuqtalari bor. Mana shu nuqtagacha sell ishlab olsak bo'ladi. Bu yerda Nasdaq bilan S&P 500 yozib qo'yaylik. Naqa mana bu S&P 500. Вот ikkalovida primerna grafikda men o'zim ishlatadiganim mana shu nuqtada bo'ladi. Hop, bu yerda rosa ko'p mana bitta analiz bor. Mana analizni ko'rsanglar bo'ladi. Hamma yoqda primerna mana bu highda ham S&P, mana bu yerda ham, mana bu lowda ham, hamma yoqda mana bu yerda ham S&P bor, mana bu yerda ham S&P bor. Hamma yoqda men o'zim S&P ishlataman har bir savdoda. Endi sizlarga tilla bilan H100 ni ko'rsatib beraman primerna. Bu bizda hop, endi qarasak bo'ladi. Bu bizda tilla bilan H100. Mana bu grafikimiz, turgan grafikimiz tilla. Mana bu yerda rasm bo'lsa H100. Endi qaranglar, mana shu low. Bunda ham mana bu low. Mana shu low, bunda mana bu low. Mana ko'rib turibsizlar, qizil bilan belgilab qo'ydim, ikkita low. Bu yerda narx sweep qilyapti, mana bu yerda sweep qilib turib, mana primerno mana shu yerda narx sweep qilib turib, razvorot o'tdi. Razvorotda ham qancha? Erta manzilga trendga qarshi bo'lsa, normalniy, misol uchun 50-60 pips ishlasanglar bo'ladi deb bo'tdi, lekin H1 bo'lgani uchun misol uchun mana sweep deydi, mana shu yerdan hisoblasak, примерно 1000 pips yurgan ekan. Razvorot, yana razvorot bergan, обратно narx yana qaytib tushyapti bu yerda. Mana bu yerda ham H100 ham olmagan, normalniy
yurish qilib beryapti bayga. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bayga narmani yurish qilib beryapti nar. Bu yerda yecha olmagan, bu yerda yechgan. Sweep bo'lgan, bu yerda sweep bo'lmagan. Xuddi shunaqa примерно, ya'ni trend bilan olsanglar ham zo'r ketadi. Trendga qarshi olsanglar ham normalniy, misol uchun aytganimdek shunaqa yurib beradi. Sizlar o'sha yerdan entry qilsanglar bo'ladi. Har bir entrylarda mana shu SMT ni ishlatsanglar sizlarga ancha qo'l keladi, ya'ni ancha foydali bo'ladi. Tillarda ham analizni ko'rsanglar bo'ladi. Men примерно hamma analizni ko'rsatib ketaman. Bu yerda ham SMT lar bor. Ya'ni mana o'n misol 5000, ya'ni 4900lik paytdan beri analizda turibdi. Bu yerda ham orada rosa ko'p SMT ishlatilgan. Har bir entry uchun men SMT ishlataman. Bu tillar bilan edi. SMT sizlarga qo'ldan kelgancha soddaroq qilib, osonroq tushuntirib berdim. Ya'ni chizmani ham rasmga olsanglar, ya'ni screenshot qilsanglar bo'ladi. O'sha ozgincha backtest qilsanglar, entrylarni ko'rib chiqsanglar, qayerda SMT bor, qayerda SMT yo'qligini ko'rib chiqasizlar. Misol uchun sizlar Nasdaqqa entry qilmoqchimisizlar, S&P 500 bilan EMA ga qaranglar. Tillarda entry qilmoqchimisizlar, HAG 100 ga qaranglar. Yevrodami, GBP 100 ga har bittasiga o'tkazib qarab chiqadi. Bitta chartda o'zida o'tirmanglar. Hamma o'sha o'ziga parallelniy bo'lgan grafiklarni, ya'ni paralarni qarab chiqsanglar, ancha foydaliroq bo'ladi. Ya'ni entrylar, ya'ni ishonchliroq bo'ladi. Qo'rqmasdan savdo qilasizlar shunda. Hammaga rahmat o'rtoqlar, charchamanglar. Bu darsimizga shu like bosib qo'ysanglar, ya'ni komment yozib qo'ysanglar, xudo xohlasa yana dars chiqaramiz.